Xo'p, uyga vazifani bu safar hamma yuborishdi. Sevara opa, siz yubordingizmi? Yo'q, men yubormadim, men qilolmadim, unaqa ham qilmadim. Xo'p. Manhajdan sizlar bilan o'tgan safar men bilan tugatgandik. Xo'p, shundan qo'shimcha vazifa gap tuzish degandim va jumlatul ismiyani o'tganmiz. Yangi vaqtaga kelganmiz, a? Yo buni ham o'tdikmi? O'tmadik-a? Oila haqidamidi? Yo'q. Aha, tamam. Demak, yangi vaqtaga kelibmiz. Yangi gap tuzib misollarni ishlashga beramiz uyga. Ha, tepadagi grammatika ismiy jumlani o'tgan ekanmiz va anaqalarni qo'shimcha tugatgandik o'tgan safar. Min hilal muhadasadagi berilgan ta'birlarni ko'rib chiqqandik. 3ta qilib, 2taga bo'lib o'qigandik o'tgan safar jumlalarni. Demak, bugun inshaalloh yangi mavzu, yangi vahdatu thaniya, ikkinchi vahdani boshlaymiz. Ihtifal val munosabat. Demak, munosabatlar, ya'ni bu ihtifaldan murod bayramlar. Har misol hayit bayrami, to'y bayrami, to'y ham deylik bayram ma'nosida bo'ladi. Bayramlar tarkibiga kirib ketadi. Ya'ni umumiy ma'noda bayramlar haqida bu vaqtimiz. Demak, mufrodat, so'zlar. O'qiymiz, bilgan so'zimizni aytamiz, bilmaganini aytib ketaman. Qani, Sevara opa boshlang. Naj'un. Najahun. Najahun. Bilamizmi? Yo'q, men bilmayman. Yozib ketamiz unda. Najahun muvaffaqiyat degani. Keyingisi? Juhdun. Juhdun bu o'zbek tili bilan ma'nosi bir xil, ya'ni ijtihodli bo'lgan deymiz-ku. Juhd degani bu shijoat degani. Intihaun. Intihaun. Bu tugatish. Yukmilu. Yukmilu. Masalan, Mahmud yukmilu darsahu desak, yukmilu bu darsini tamomlayapti yoki darsini to'liq qilyapti degan ma'noda bo'ladi. Yukmilu to'ldirish degani. Tamom, to'ldirish. To'ldirish, tamomlash. Masalan, dars o'rtasida boshqa gapni gapirdimda, keyin to'xtanglar, dars tugatib qo'yaylik desam, hayya nukmil deymanda, ya'ni darsni tamomlab olaylik degan ma'noda shu fe'l ishlatiladi. Tajhizun. Tajhizun. Tajhizun bu jihozlash degani. Keyingisini Shahzoda anti iqroi. Haflu zifafa. Zifafin. Haflu zifaf bu to'y degani. Intabih. Intabih bu buyruq fe'li, ehtiyot bo'l degani. Az-zaynatu. Az-zinatu. Zinatu. Nima deb o'ylaysiz buni? O'zbek chiroyli bo'lishmi, nima? Ziynatlanishmi, yasalish? Zinat degani shu. Go'zallashish, bezak. Zinat demak o'zbek tili bilan bir xil. Keyingisi? Hadiyatun. Nima bu? Hadiya? Hadiya berish, ana nima? Sovg'ami? Ahsanti, sovg'a. Keyingisi? Istiqbalun. Istiqbalun bu kutib olinadigan, kutib olish degani. Bu ko'proq deylik, masalan, misol ishchi bilan direktor ko'rishadigan paytini ham istiqbal deyiladi. Shunga o'xshash holatlarda ishlatiladi. Endi bu so'zlarga o'tamiz. Qani, Sevara opa 4 tani o'qing tepadagi. Ahli minal asali. Qarang, mana shu yerdagi, mana bu ahlidagi mana bu ye deb o'qilmaydi. Ahla bo'ladi. Bu tajvid qoidasida taqdiriy alif deyiladi. Ya'ni mana shu yerda biz ahlay qilib ye deb o'qimaymizda, o'rniga a deb cho'zamiz. Ahla deb 2 harakat cho'zilinadi mana shu yerda. Xo'p. Ahla minal asali.
Na'am. Ahla minal asal. Asal bu bilamiz. Asal. Ya'ni asaldan ahla degani shirin degani. Ya'ni bizda ham shunga o'xshash so'zlar ishlatilinadi-ku. Tili shirin degan ma'noda. Shu. Keyingisi Shirin. Yuvah yuvafiqu Mhm. bayna. Na'am. Yuvafiqu bayna. Yuvaffiqu degani bu rozi bo'lish degani. Esinglarda bo'lsa birinchi anaqada dialogda o'qigandik. Otasini rozi qildirgandiku. O'shanda kayfa vafaqa Abu Karim degan savol bor edi. Ya'ni Karim o'rtog'i Karim otasini qanday rozi qildi? Va mana bu yerdagi yuvaffiqu rozi bo'lish yokida yuvaffiqu bayna bir nimani o'rtasida qozilik qilish yoki rozi bo'lish. Hozir dialog ichida yana ma'nolarini ko'rasizlar. Shu. Bayna. Bu yerda Uymas. bayna orasida degani. Bayna orasida. Bayna orasida. Arab tilida bitta so'zdan keyin kelib turgan mana bu predloglarga qarab ma'no o'zgaradi va bitta fe'lni har xil ma'nolarda ishlatsak bo'ladi. Shuning uchun lug'atda axtarsanglar birinchi deb, ikkinchi qilib qo'yiladi-ku, ma'nolari deb. Keyingisi Bimujarrodi an. aha. Bimujarrodi an. Bu Xo'p, bimujarrad rus tilida srazu deymiz-ku. Mana shu o'zbek tilida darhol deyiladi. Ya'ni tezlik bilan, darhol. Lekin biz buni o'zbekcha emas, ko'proq ruscha ishlatsak kerak. Srazu-ke deymiz-ku. Likulli hadisati hadisu. Hadithun, na'am. Likulli hadisatin hadithun. Ya'ni har bir voqeada bir voqelik bor. Ya'ni buni gap ichida gap bor. Buni ham dialog ichida ko'rasizlar. Umumiy tarjimasi har bir voqeada voqelik bor. Deylik behikmat emas hech nima degan ma'noda chiqadi. Ma'nosi. Keyingi qatori Shahzoda Antiqrai. Farig'ul uring. Farig'ul Aydi. Aha. Farig'ul aydi. Farig'un degani o'zi bo'sh degani. Yadun nima degani? Yadun o'zi nima degani bilamizmi? Yadun qo'l. Na'am, qo'l. Ya'ni farig'ul aydi degani mana bu farig'un bo'sh degani. Bir-biriga izofa bo'lyapti-da, farig'ul aydi. Bo'sh qo'l. Ya'ni biror mehmonga bormoqchi bo'lsak, quppi-quruq boramanmi degan ma'noda shuni ishlatasizlar. Farig'ul aydi, ya'ni bo'sh qo'l bilan boramizmi degan ma'noda bo'sh qo'l degani. Keyingisi takalifuz zawji. Takalifuz zawaj. Zavaj degani bu turmush qurishda, nikoh, to'y. Ya'ni to'yning takalif, xarajatlari. Keyingisi Mazala. Mazala bu masalan oyim menga deylik, o'qi dedilar yoki bir nimani tozala dedilar, lekin men hali qilmadim. Deylik ovqatimni yemadim. Mana shu holatda men shu fe'ldan foydalanaman. Ya'ni zal tu deyman. Ya'ni hali ham degan ma'noda ishlatilinadi bu. Masalan, Mahmud mazala deylik, hali ham kelmadi degan ma'nolarda mazala mana shu ishlatilinadi. Hozir jumlalarning ichida yana ham kengroq tushunib olamiz. Mubarakunun najahun. Mubarakun an-najah siz bo'ladi. Yo bo'lmasa mubarakunin najah. Ya'ni mana buni mabitga urib olsangiz ham bo'ladi.
Ya'ni to'y muborak. Najah degani o'zi muvaffaqiyat degani. Lekin misol uchun to'ying muborak demoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda najahni o'rniga nimani qo'yamiz? Zavajni qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni mubarakun az-zavaj desanglar, to'y muborak bo'ladi. Masalan, kimdir o'qishga kirgan bo'lsa ham mana shundan foydalansak bo'ladi. Mubarakun an-najah. An-najah mubarak desanglar ham bo'ladi. Ya'ni tabriklayman, muborak bo'lsin degan ma'noda ishlatiladi bu. Xo'p, demak, inshaalloh boshlaymiz. Haflatu zifaf nima ekan? Haflatu zifaf. Anaqa. Nima endi? To'ymidi? to'y, na'am. Idan Samir va al-abu. Tafaddala. Boshlaymiz, Sevara opa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'udu mutahiron al-yawma ya'ani abi. Xo'p, mana bu ada fe'li, ada bu o'tgan zamonda yordam berdi degani. Uzr. Yordam berdi. Qaytish degani. Bu yerda sa'udu bo'lib qaytaman degan ma'noda bo'lyapti. Mutaakhiron nima edi? Mubakkiron, mutaakhiron. Kech deganmi? Na'am, kech. Na'am. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Kayfa anti? بخير الحمد لله. Mehriniso, hal anti? نعم. Shahzoda. Aha, tamam. Idan Sevara opa, tarjimi. Sa'udu mutaakhiran al-yawm ya abi. Ya ey degani. Ey otam. Qachon qaytaman deyapti? Kech qaytaman deyapti. Al-yawma. Al-yawma nima edi? Bugun degani. Ha, bugun kech Yawmun. qaytaman. Yawmun o'zi kun degani. Bu faqat nakra holatda turibdi-da, noaniq. Qaysi kunligi noaniq. Bunga biz alni qo'shib, mana bu yerdagini faqat dommaga aylantirsak, bugun bo'ladi. Tushundingmi? Bugun kech qaytaman, ey otam debdi. Tamam, davomi. Mehriniso, iqroy. Sal kattaroq qilasizmi? Telefondan kirgandim. Ko'zim o'tdi. Ko'rinyaptimi? Ha, endi yaxshi. Limaza satataakharu ya Samir. Na'am. Satataakharu nima degan edi? Sa qo'shilsa fe'lga nima ma'noni berardi, qizlar? Zamonni. Kelasi zamonni. Ha. Ya'ni mana bu yerda a'udu qaytyapman yoki qaytaman degani. Lekin sa qo'shilgani uchun biz buni 100% kelasida tarjima qilyapmiz. Ya'ni qaytaman, kechroq qaytaman, ey otam deb. Tegida ham sa bilan so'rayapti otasi. Limaza tata'akhkharu degani o'zi kechga qolyapsan. Endi bizga sa qo'shildi-da. Nimaga kechga qolasan bo'lib kelasiga o'tib ketdi tarjima. Tarjima qiling. Nima uchun kech qolasan bo'ladimi endi? Ya Samir. Ya Samir, ey Samir, nima uchun kech qolasan? Ahsan. Kechga. Na'am. Xo'p, keyingisi. Sevara opa. Sa'azhabu ila hafli zifafi صديقي كريمي سيتزوج اليوم. Endi men buni sayatazawwaju qilib bitta qilib o'qiymiz. Sayatazawwaju al-yawm. Xo'p, demak tarjima qilamiz. Sa'adhabu ila hafli zifaf kimnikiga? Sodiqi Karim. Do'stim Karimnikiga. Nimasiga? Anaqa edi bu. To'ymi? Na'am. Ayting. Do'stim Karimni nimasi bo'lyapti ekan, demak?
Karim Sodiqning to'yiga Ha, boraman. Sa'adhab. boraman. Na'am. Boraman. Do'stim Karimni to'yiga deyapti. Tushundingmi? Aha. Mhm. Sayatazawwaju. Yatazawwaju o'zi aslida bu hozirgi zamonda uylanyapti yoki shuni t qilib aytadigan bo'lsak, mana bu yeni o'rniga tatazawwaju deb aytsam, ya'ni erga tegyapti bo'ladi. Tazawwaja fe'li o'zi oila qurish degani. Faqat ye bilan aytsanglar erkak kishiga nisbatan uylanyapti bo'ladi. T bilan aytsanglar ayol kishiga nisbatan erga tegyapti bo'ladi. Endi bizda present continuous hozirgi davomli zamon emasda yoniga s qo'shilibdi. Demak, kelasi zamonni qo'shib tarjima qilamiz. Nima qilyapti ekan? Sayatazawwajul yawm. Uylanadi. Na'am. Bugun demak to'y bo'lar ekan uni. Endi bo'ladi-da, u hali danli moment bo'lmayapti. Shuning uchun sa bilan qo'shilyapti. Mhm. Keyingisi. O'qiymi? Na'am. Mashaalloh. Mhm. Walakinnahu mazala Mhm. yadrusu bil jamiati. Na'am. Shug'ul bil jamiati. Na'am. Bil jamiati. Demak, qarang. Mana bu yerda bizga notanish nima keldi? Mazala. Na'am, mazala keldi. Biz aynan shuni, hop, hozir kechiraytirib, mana shuni tarjima qilamiz. Mana shu siz tarjima qilib bering oldin. Yadrusu bil jamiati. Fil jamia qilib ayting. Karim yadrusu fil jamia. Universitetda o'qiydi. Shunaqa. Na'am. Endi bizga mazala qo'shilsa, bu ish harakatni hali ham davom etib turganini bildiradi. Ya'ni Karim lekin u mana lakin so'zi o'zbek tilida, arab tili, shu o'z arab tilidan olingan, mana yozilishi lakin bo'ladi. Lekin bizga mana bu lekin u demoqchimizda qo'shilib ketadi bu. Lakin mana qo'shaman. Mana bunga tashdid qo'yaman-da. Lakinnahu desam, lekin u degani. Qiz bola demoqchi bo'lsam nima qo'shaman? Lakinna ha. Agar lekin o'zim demoqchi bo'lsam, lakinnani deyman. Lakinnaka, lekin sen, lakinnaki, lekin qiz bolaga nisbatan qo'shilib ketilaveradi. Lekin u mazala yadrusu bil jamia. Ya'ni hali ham o'qiydi-ku universitetda. Ya'ni universitetini tugatmasdan turib u uylanib olyaptimi degan ma'noda otasi so'rayapti. Hali universitetda o'qirdi-ku degan ma'noda. Tushundingmi? Keyingisi. Nam haza sahihun sayukmilu dirasatahu tabi'iyan yan'ada ba'da zawaji. Na'am. Tabi'iyan degani bu tabiiyki degani. O'zbek tili bilan sayukmilu bizda keldi yangi lug'atlardan, ya'ni tugatadi degan ma'noda. Na'am, hada sahih deyapti otasiga. Dirasatun degani darslari. Dirasatuhu ba'da zawaj yukmilu. Sayukmilu. Tarjimani yig'ishga harakat qilamiz endi Sevara opa. Ha, bu to'g'ri. Sodiq to'g'ri degan edi. Sahihun to'g'ri ma'nosida ham ishlatilinadi, semiz ma'nosida ham ishlatilinadi. Lekin bu yerda to'g'ri deymiz. Semiz deyman, sog'lom ma'nosida ham ishlatilinadi. Bu yerda to'g'ri deb tarjima qilinadi. Saykamu darsda nima dedingiz? Mana saykam. Sayukmilu. Yukmiluni lug'atda aytdik-ku, tugatadi degan ma'noda. Sa qo'shilyapti endi bizda. Tugatyapti emasda, sa qo'shiladi. Ya'ni tugatadi. Nimasini? Dirasatahu
Darslarinimi? darslarini Tabiiyki darslarini qachon tugatadi? Ba'da zavaj. zavaj turmushmidi? To'ydan Ha, keyin. to'ydan keyin. Ya'ni oila qurib olursin, to'yi bo'lursin. Tabiiyki darslarni ham tugatib oladi, o'qiydi. Ya'ni unga to'yi uni o'qishiga hech qanaqa xalaqit bermaydi degan ma'noda aytyapti otasiga. Ya'ni anaqa poyabzaliga sabzi solib qo'ymoqchi bo'lyapti-da otasini. Hop, keyingisi. Va min ayna istata'a istata'a an yatiyami? Ya'tiya. Ya'tiya bitakalifi zawaji ya validi. Waladi. Ha, valadi. Mhm. Va min ayna fe'l nima edi? Istata'a Istata'a bu can bilan o'xshatgandek ingliz tilini biladiganlar uchun, ya'ni qila olish. ومن أين استطاع أن يأتي بالتكاليف الزواج يا ولدي ya'ni qayerdan qodir bo'ldi takalifi zavajni nima dedik slovarda tepada mufrodatlarning ichida to'y xarajatlari ya'ni to'y xarajatlarini an ya'tiya ya'ni bu yerda qoplash ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni to'y xarajatlarini qanday qilishlikka qodir bo'ldi u? Qayerdan qodir bo'ldi? Universitetda o'qib turgan bo'lsa, ishlamasa, yana kamiga universitetni tugatmasdan turib uylanib turgan bo'lsa, qanday qildi to'yni deyapti-da otasi. tushundim. Keyingisi. Nasita. هل نسيت يا أبي أبوه تاجر كبير يبيع الذهب. نعم. Nasita degan nima edi? Nasiya fe'li kim esida bor? Masalan, التلميذ جاء إلى ديلك إلى المدرسة وبعد ذلك هو نسي مثلا كتبه في بيته uyda deylik kitoblarini qoldirib kelsa o'quvchi nima deydi? Nasitu kutubi fil bayt deydi. Nimada? Unutdi. Nasitu unutish degani. Nasita deb so'rayapti bu yerda. Ya abi. Ya ota unutdimi deganimi? Unutdingmi? Nasita mozida so'rayapti. O'tgan zamonda ey otam unutdingmi? Abuhu tajirun kabirun. Otasi kim ekan? Katta tojir. Nima deydi tojirni? Savdogar. Tijoratchimi nima? Na'am, savdogar degani. Ya'ni, ey otam unutdingmi deyapti. Unutdingizmi deyapti. Uni otasi katta savdogar. Nima sotar ekan? Yabi'u zahab. Yabi'u sotish degani. Nima sotar ekan? Zahabun oltin degani. Tilla sotar ekan. Ya'ni uni otasi to'y qilib beryapti ekanda. Hop, keyingisini Mehriniso va Shahzoda o'qinglar. Aha bo'ladimi? Aha, na'am. Aha. Fahimtu izan abuhu fa'ala lahu kulla shay'in. Na'am. Bilmagan so'zlaringizni so'rab oling. Tushundim degan, keyin Izan agar kullu shay degani hamma narsa degani. Hamma narsa u qilmoq fa'ala lahu unga. Keyin
abuhu otasi qilib beradi. Na'am, Shunaqa. tarjimani yig'ing endi. Hamma ishni unga otasi qilib beradi. Hamma xarajatini demoqchiman. Na'am, ya'ni fa'ala fil madi, fi'lun madi. Na'am, o'zi qilib Qilib berdi. Na'am. Aha, qilib ya'ni berdi. to'yi ham, qolgan xarajatlarni ham hammasini, demak, tushundim. Uni otasi qilib beryapti ekan hamma narsani, dedi otasi. Hmm. O'g'liga nima qilyapti ota? Sen o'zing qilasan hamma yoni deb. Bola bo'lsa, otasiga siz qilib berasizmi deyapti. Hop, davomi. تماما يا أبي مثلك إن شاء الله. Ana, namyokni biri. Tarjima Mislu- qilamiz. Nima degani? Mithlu dek deganida, mithluka deyapti. Sizdek. Inshaalloh sizdaqada oy otam deyapti. Ya'ni uni otasi qilib beribdi-da hamma yoni deb ota aytuvdi. Bolasi sizdaqada inshaalloh dedi. Ya'ni siz ham menga qilib berasiz inshaalloh degandek gap qildi bola. Tamom degani bo'ldi deganimi shunda? Tamaman. Yo'lda Bu- ota deyapti. Shunaqa? Yo'q, tamom degan ma'noda emas deb bitta. Ha, ota sizdaqada inshaalloh deb udareniya, boshqacha udareniya bilan aytilyapti. Arab tilida tamam so'zi ko'proq tamom ma'nosida emas, bo'pti ma'nosida ishlatilinadi. Misol, gapni eshitasiz, ha, hop degandek turasiz-ku. O'sha holatda tamam ishlatilinadi. Na'am. Ko'proq tamam ishlatilinadi arab tilida. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Ha, ota sizdaqada inshaalloh, sizdek inshaalloh deyilyapti. Davomi. Antabih. Intabih. Intabih. Jayidan. جيدا لدراستك أولا وبعد أن تنتهي وبعد أن تنتهي من الدراسة لكل noto'g'ri ketib qolgan i'rob. لكل حديثات حديث. نعم. tarjima qilamiz. Intabih jayidan lidirasatik avvalan. Otasi namyoqqa tushundi va aytyapti. Oldin nimanga e'tibor ber deyapti. Intabih bu ehtiyot bo'l ma'nosi bor, lekin e'tiborli bo'l deb tarjima qilamiz bu yerda. Darslarga demoqchi. Na'am, oldin avvalan. Darslaringga e'tiborli. Na'am, birinchi o'rinda oldin darslaringni zo'r qilib ol deyapti-da. وبعد أن تنتهي من الدراسة انتهاء nima dedik? Anaqada mufrodatlarni ichida. Tugatmoqmi? Na'am. بعد أن fe'lni oldida an kelsa, men aytgandim, masdarga o'xshab tarjima qilinadi. Ya'ni tantahi tugatish bo'lsa an qo'shilib tugatyapti bo'ladi. Mana tantahi. Sen tugatyapsan bo'ladi. Lekin bizga an kelgandan keyin bu fe'l emas, bu masdarga o'tib qoladi. Ya'ni tugatish bo'ladi-da. Darslaringni tugatganingdan keyin ba'da likulli hadisatin hadithun. Ya'ni bir gap bo'ladi. Har bir narsani o'z o'rni bor degan ma'noda har bir voqelikda bir voqelik bor. Ya'ni hamma narsani o'zini o'rni bor demoqchi-da otasi. Oldin sen darslaringni zo'r qilib olgin, oldin darsingga e'tiborli bo'lgin deb aytdi ota. Xo'p, keyingisi ومن هي التي سيتزوجها وكم عمرها. Umruha. Noto'g'ri ketib qolibdi bu yerda yana. Uning ayoli kim demoqchiman? Na'am. ومن kim hiya allati bu arab tilida как загадкаga o'xshaydi. Ya'ni ismi mavsula deyiladi bu. Qaysiki, kimki, bu yerda kimki deb tarjima qilinadi. Ya'ni ومن kimki uylanayotgan qiz. Yatazawwaju, ya'ni Karim yatazawwaju
ha, ya'ni hadan murod kelin-da. Ya'ni uylanib turgan qizi kim o'zi? Va kam umruha. Umruha. yoshi nechida? Na'am, yoshi nechida? Na'am. Xo'p, keyingisi. Innaha. Mhm. Innaha. Yana biladimi? In bilan boshlanadimi? Ibnatu, na'am. Ibnatu ammihi. Mhm. Ismuha Saro. Sara. Sara. Saro. وهي Mhm. أصغر منه بسنة واحدة بسنة واحدة. بسنة واحدة Mhm. عمرها عمرها 19 10 عاما. عاما. نعم، عاما. ترجمة عقلي. إنها ابنة عمه. عم كم؟ Amakimi? Amakim. Ha. Ya'ni u kimi qiz ekan? Qaranglar qizlar. Manatun degan, mana bintun nima degani? Qiz. Qiz degan. Buni sinonimi mana bu bo'ladi. Ibnatun. Ya'ni ibnatun ham qiz degani. Amakisini qizi. Na'am. U ammakisini qizi ekan. Ya'ni uylanib turgani ammakisining qiziga uylanyapti ekan. Xo'p. Ismi Sora. Sora. Xo'p. Va u asg'oru degani bu sag'irun o'zi nima degani? Kichkina degani. Va mana shunaqa sifatlar af'alu vaznida kelsa, mana shu asg'oruga o'xshab, bu roq degan tarjimani qo'shib yuborasizlar o'sha sifatga. Ya'ni kichikroq, akbaru, kattaroq. Shu kabi ketiladi. Demak, u kichkinaroq ekan. Kimdan va necha yosh? Bisanatin wahida. 1 yoshmi? Na'am. 1 yoshga u kichkina ekan. Ya'ni kelin kuyovdan 1 yosh kichkina ekan. Hop. Yana Necha yosh ekan? 19 عامًا. 19 necha yosh bo'ladi? Hashir bo'lmadi. Na'am, 10. Endi o'sha 10ni oldiga son kelyapti. 9 degani. Ya'ni 19 bo'ladi. 19. Aha. 12, 13, 14 deb qo'shilib ketiladi. Demak, bu 19. Demak, kuyov necha yosh bo'ladi shunda? 20. 20 yosh bo'ladi. Shunda yozilganda birinchi 9, keyin 10 yozilar ekan-da. Na'am, sonda shunaqa. Inshaalloh son mavzusini ham bir o'tib beraman. Hop, keyingisi. وكيف سيستطيع أن يوفق بين الدراسة والزواج يا بني؟ Na'am. Sayastati'u aytdiga qodir bo'lish, qila olish. Ya'ni Karim kayfa sayastati'u an yuwaffiqa. Ya'ni bayna dirosati va zawaj. Ya'ni oila va dirosa. Ya'ni oila, turmush va darslari orasida qanday yuvafiq qiladi? Ya'ni qanday o'rtasini baravar ushlab tura oladi? Qanday qiladi shuni? Ey o'g'lim, ya bunayya degani bu ibni o'g'lim bo'lsa, bunayya bu erkalash varianti, ya'ni o'g'ilcham ma'nosida. Ya'ni erkalabroq aytilganda bunayya deyiladi. Onasi so'rayapti endi. Ya'ni qiz ham o'qisa kerak-da. هذا سهل يا أمي. الزواج يساعد على الدراسة أليس أليس كذلك؟
أليس كذلك كذلك يا أبي؟ أبي. مهم. سهل Sahlun nima degani? to'g'ri. Oson. Oson. Oson degani o'zi asli. Mm. Bu yerda ham oson ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni o'qish bilan turmushni qanday eplaydi deb oyasi so'rovdi. Bola aytyapti. Bu- Oson, yonam deyapti. Mhm. Turmush o'rtog'i yordam beradi unga demoqchim darslarida. Qarang, az-zavaj deganda bu oila ma'nosida ishlatiladi. Az-zavju bo'lsa mana shu er. Az-zavjuni o'zi bo'lsa er. Az-zavjatu bo'ladigan bo'lsa endi u xotin bo'ladi. Ayol, rafiqa ma'nosida. Bu yerda zavaj bo'lyapti, demak bu oila ma'nosida. Ya'ni az-zavaj yusaidu ala ad-dirasa. Ya'ni oila qurishlik darsga yusaid, yordam beradi. Alaysa kadhalika abi. Ya'ni oyisiga so'rayapti-da, oila qurishlik darsga halal qilmaydi, nabarot yordam beradi degan ma'noda aytdi-da va alaysa degani inkor ma'nosida. Ka dek degani zalik bunday. Ya'ni shunday emasmi? Ey otam deb turib otasidan so'rayapti udarение qilib. Keyingisi بلى إذا كان أبوه تاجرا للذهب أيها الولد ذكي. Naam. Bala bu yerda ha ma'nosida ishlatiladi. Davomi? إذا كان agar shunday Agar otasi tojir, ya'ni tilla sotadigan odam, ya'ni savdogarni bolasi, ayyuhal valadu zaki, demak u zaki bola. Zaki degani aqlli bola. Ya'ni zehni o'tkir bola degan ma'noda aytyapti. Ya'ni epla oladi, ham oilani, ham o'qishlarini epla oladi, deyapti. لكن لا تتأخر كثيرا يا بني فلديك جامعة غدا. نعم ترجمي. أما لكن لا تتأخر kechikma. لا تتأخر kechik degani amr fe'li. La qo'shilsa kechikma. Lekin kechikma o'g'lim. Ta'axxur kechik bo'lyapti. La tata'axxur kechikma. Ko'p kechikma ey o'g'lim. Faladayka jami'atun g'odan. Ladayka senda bor. Nima bor? Senda universitet. Ya'ni ertaga darslaring bor deb eslatyapti ona. Xo'p, keyingisi. Ana shu fa qo'shimchasi nima ma'noni beradi? Fa bu fe'lni fe'lga bog'laydi. Ya'ni faqat fe'lni emas, bir-biriga bog'lab beradi. Masalan, qaranglar. Xo'p, raja'tu min as-suqi fa xo'p sollaytu zuhr. Tarjima qilamiz. Masjidgacha ham tarjima qilib olaylik. Raja'tu min as-suqi. Raja'tu nima degan? Raja'tu qaytdim. Qayerdan?
Bozordan. Bozordan qaytdim. Endi keyingi gap alohida gap. Mana bu fa'ni qo'shmasdan turib aytsak. Sollaytu zuhra nima degani? Zuhrni, ya'ni nima? Peshin namozini nima qildim? Sollaytu. O'qidim. O'qidim. Endi qaranglar, mana shu yerda qo'shilgan mana bu fa bu fe'l bilan bu fe'lni bir-biriga bog'lab beradi. Ya'ni qaytib, ya'ni bozordan qaytdim demisizlarda endi bu yerda. Bozordan qaytib peshinni o'qidim deysizlar. Shunda bir-biriga mana bu ib bilan bog'lanadi. Mana shu ib fni beradi tarjimasini. Tushundikmi? Ya'ni mana bu yerda ham aytilyapti-da. Ko'p kechikmagin o'g'lim. Bir-biriga bog'langan ikkita gap. Ertaga universiteting bor, ko'p kechikmagin. Endi mana shunga o'xshash yana bitta gap bo'lsa, masalan. Hop, deylik. Aytoshtu kathiran. Ko'p chanqadim. Fasharibtul ma'a. Mashitga fa'ni qo'shganim uchun chanqab suv ichdim deb tarjima qilaman. Bir-biriga qo'shiladi ikkita fe'l. Ulanadi. Hop, oxirini o'qiymiz. La taqlaq ya ummi sa'udu. La taqlaqi ya ummi sa'udu bimujarrati. Bimujarradi. Nima edi bimujarradi? Takror Srazu dedik-a? Ya'ni tez. Xavotir olmang ey oyi. Hammasi tez yaxshi bo'ladimi? Yo'q, sa'udu qaytaman tez. Ya'ni xavotir olmang oyijon, tez qaytaman deyapti. Hop, oxirgisi. Intihai al-hafli fi as-sa'ati al-ashira. Qachon qaytarkan? To'y nechida tugaydi? 10da. To'y soat 10da tugaganda tez qaytaman. Ya'ni o'shanda tugasa, sirazi qaytaman deyapti. Boshqa joylarga o'tmayman degan ma'noda. Tushundingmi? Lug'atlarni, yangi so'zlarni sariqda belgiladim. E'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p. Buni yodlash kerak. Hop. Mashqlarga o'tamiz. Tak, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Sevara opa, birinchi ikkitasini o'qib belgilaymiz. Qaysi biri to'g'ri keladi? Mana Sayaudu samirun mata'a mutaakhiran ilal bayti. Li'annahu so'zlari mana qaysi tegidegimi? Uchalasidan bittasini tanlaymiz. Samir kech qaytarkan uyga. Nimaga? Li'annahu nima bor edi? To'y bor edi. Ila haflati sayadhabu ila hafla debdi. Sayashtari ba'dal ashya debdi. Ba'zi narsalar sotib olmoqchi edi, to'yga bormoqchi edi yoki uni ishi bor edi. Birinchisida sayazhabu ila haflati. Idan o'rta variant B, a? Keyingisi allazi sayatazawwaju huwa karimun sayrun. Karimunmi? Axu Samir, Samirning akasi Karim, Samir. Qaysi biri? Kim uylanib turadi? Karim. Idan Karim, ahsanti. Idan Mehraniso, ikkitasi sizga. Tatakavvanu usratu samir min
min Afrodin. afrodin. Afrod degani kishi degani. Ya'ni tatakavvanu tashkil topadi. Samirning oilasi necha kishidan tashkil toparkan? Ko'rsak, dialogda Samir, otasi, oyisi, plus bizda kim bor ekan yana? Onasi. Uxtun ham bor ekan. Opasin. Aha, demak necha kishi? 3 To'rt kishi. kishi. 4 kishi. Ahsant. Xo'p, keyingisi? Keyingisi nima yozilgan? Ko'rinmaydi menga. Sara, umruha. Sara umruha Kelin necha yosh edi? 19. Birinchisi bo'ladi. 19. نعم صحيح. إذن شهزادة أجيبي عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: متى سيعود سمير إلى البيت؟ متى؟ مبكرا أو متأخرا؟ ولماذا؟ متأخرا. لماذا؟ do'stini to'yiga bormoqchi edi. قولي بالعربية. سيذهب إلى سيذهب إلى زواج إلى حفل صديقه. دوستنا تويga bormoqchi edi, صحيح؟ صحيح. ماذا يعمل والد كريم؟ kuyovning otasi. نعم. nima ish qilardi u? Kim edi? ماذا يعمل؟ Tijoratchi. من هو؟ نعم. Tajir. والد كريم. أجيبي كاملا. والد كريم to'liq javob bering. Validu Karim tojirmi? تاجر. نعم تاجر. ماذا هو يبيع؟ nima sotardi u? ماذا هو يبيع؟ ذهب. نعم. إذن أجيبي كاملا. والد كريم يبيع الذهب. نعم ذهب. أحسنت. أختي سيارة، كم عمر كريم الذي يتزوج؟ uylanayotgan Karim necha yosh edi? زوجتها 19. وكم هو إذن؟ كريم 20. بالميمة. يكون كريم 20. نعم. yoshda odatda orqasidan aman qo'shiladi. Ya'ni 20 yosh ma'nosida. هو كريم 20 عاما. 20 عاما. أحسنتي. أكملي الكلمة الناقصة في الفراغ. bo'sh joylarni to'ldiramiz. أختي سيارة، لكنه ما زال. ما هو قال أبو سمير؟ سمير otasi nima dedi? U hali ham o'qirdi-ku deb turib nima dedi? ما زال. qayerda o'qirdi u? Karim. إذن لكنه ما زال يدرس أين؟ في أين؟ نعم في الجامعة. أحسنت. إذن إليك مهر النساء. من أين استطاع أن يأتي nima kerak mabitga? Qanday qodir bo'ldi to'yni nimalariga deb so'radi ota. Xarajatlariga, to'y xarajatlariga. نعم. كيف بالعربية؟ Esimdan chiqdi. بتكاليف الزواج. نعم. to'yni xarajatlari. نعم. لكل حادثة ماذا؟ حادث. قال أبو سمير هكذا. نعم. har bir voqeada, ya'ni yaxshilik bor degan ma'noda. لكل حادثة حديث deb aytdi otasi. Xo'p. إذن لا تتأخر يا بني. nima deb aytdi onasi?
ko'p kech qolmagin, ya'ni ja kech qolib ketmagin degan ma'noda nima keldi mana shu o'rinda? La tata'akhkhar. Man arafat. Kim biladi? Man arifa. La tata'akhkhar nima dedi? Kathir dedi. Ko'p kech qolmagin ey o'g'ilcham deb aytdi onasi. Va mada qala Samir li ummihi. Nima dedi onasiga? La xavotirama ey onam. لا لا تقلق تقلقوا يا أمي. Nam la taqlaqi. Qiz bolaga mana bu ye qo'shiladi. Qiz bolalik belgisi o'laroq. Idan ahsantunna barakallohu fikunna fatahallohu alaykunna. Idan hadihi tadribat ilaykunna. Bu tadribatlar qolgani sizlarga bo'ladi. Hop. Shu dialoglar bo'yicha bajaramiz. Bo'ldi. Keyingi darsimiz inshaalloh keyingi dialogga to'xtaymiz. Faqat lug'atlarni mustahkamlab, dialogga iloji boricha ko'p o'qib, tarjima qila olishga qiynalmaslik kerak. Keyingi dars xohlagan jumlalarimni o'zbekcha o'sha kichkina jumlachalarni aytaman. Sizlar tarjima qilasizlar arab tiliga. Ittafaqna? هل يوجد سؤال؟ yo'q, savol yo'q. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. كيني درس Rahmat sizga. عفوا الله يلمنا زيادة قسم.